kimdir bilan tortishdimmi, yutqizmayman-da. Ana xafa bo'lgan odamlarimni kechirishdan, ko'p gapirmasdan pastroq gapirishga, kamroq ovqat yeyishga. Baland gapiraman o'zim, baland gapiraman, sekin, asta gapirishga. Tashlashga harakat qilyapmiz, sabrliroq bo'lyapmiz. Menimcha baribir ko'payapti. Ramazonda o'zingizni qanaqa qilib tarbiya qilyapsiz? Masalan, Ramazon bizga berilgan bir mukofot kabi. Biz Ramazonda do'stlarimiz bilan yoki bir qatnashgan do'stlarimiz birining ko'nglini og'ritib qo'ygan bo'lsak, uzr so'rab, tortishmay, hamma narsani cho'zib, yechim topib, o'zimga nima qilaman? Yomon xislatlarim o'zim uchun yo'q deb hisoblayman, ko'pchilik uchun bor. Bitta yomon xislatim bor, tortishish. Oxirgacha meni xarakterim yomonki, kimdir bilan tortishdimmi, yutqizmayman-da. Dakkazni tortishga harakat qilaman, shuni kamaytirishga harakat qilaman. Ramazonda har tomonlama ro'zani shartlariga amal qilib, tildan, ko'zdan, qo'ldan har tomonlama o'zimni himoya qilib tarbiyalab boryapman. Ramazonda o'zingizni qanaqa tarbiya qilyapsiz? Masalan, qaysidir yomon xislatlaringizdan voz kechayotgandirsiz yoki yaxshi amallar qilayotgandirsiz? Assalomu alaykum. Avvalambor, xo'p, ertalab saharlikka turib, og'zimizni yopib, endi o'zimiz trener bo'lib ishlaymiz. Suv pola bo'yicha suzishga qatnashamiz. Endi ko'proq bolalarga tarbiya beramiz. Yomon xislatlardan qochinglar deb, yomon ishlardan qilmanglar deb. Kech payt xudo xolasa hozir og'iz ochib tarovehga boramiz, taroveh namoziga. Xudo xolasa 20 rakat o'qib qaytamiz-da. Endi mana shunaqada. Demak, ibodatlaringizni vaqtida qilib, yaxshi xislatlaringizni oshirayotgan ekansiz. Albatta, xudo xolasa har kuni 5 mahal namoz o'qib, yomon xislatlardan qochamiz-da. Ramazonda o'zimni yomon gaplar aytishdan tiyapman, yomon g'iybatlar qilishdan, o'zimni quloqimda eshitishdan shuni to'xtatyapman o'zim. Ko'p ana xafa bo'lgan odamlarimni kechirishdan. Shuni O'zimni ko'p gapirmasdan pastroq gapirishga, kamroq ovqat yeyishga. Odamlarning dilini ortmaslikka. Rahmat. O'zi Ramazon bitta o'zimiz emas, har bir odamni tarbiyalaydigan oyda. Masalan, men baland gapiraman o'zim, baland gapiraman, sekin, asta gapirishga, kamroq yomon so'zlar aytishga, kamroq odamlar dilini, dugonalarim dilini og'ritmaslikka ishlar o'rganyapman. Yomon xislatlarni tashlayapmiz. O'zi bormi yo'qmi bilmayman, lekin tashlashga harakat qilyapmiz, sabrliroq bo'lyapmiz. Menimcha baribir ko'payapti. Tilingiz yomon gaplardan tegyapsizmi? Yo'q.